Assalomu alaykum, hurmatli YouTube obunachilari. Bugun yana bir shikarniy bo'lib chiqqan avtomobilimizni Drujba o'rnatib berdik. Ko'rsangizlar bo'ladi. Seri и dub svetlardan ishlab berdik asosan. Bu yerda xolodilnik, ustida dekorativniy polka, bu yerda stollar ham rossiyskiy stol bo'ldi. Qalin 308 lik stollar. Teylarni podsvetkalar qo'yib berdik. Bu yerda mikrovolnovkasini joylashtirib berdik. Ko'p funksiyali moyka. Teyinda musor charaklar ham bor. Tak, bu yerda her daim o değil. Kaşkıdan organizerler, tandem mekanizmler var. Tırağına çıktı. Böyle suçlucalar hem koyup verdik.